shu savolga javob qidiryapman-da. Shu xuddi shunaqa baland o'tlarni obodonlashtirish kelib, transformatorni oldini top-toza qilib qo'yish kerakmi yoki elektrosvet xodimlari kelib, nazoratni o'zlariga olib, chiroyli qilib tozalab qo'yish kerakmi? Kim savolni javobini biladi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xuddi shu transformatorni tekshirish uchun nazoratga kelganmiz. Holatini ko'ryapsizlar, juda ham yomon. Chunki mana o't o'sib, bu shit ichini ko'rib bo'lmaydigan, undan tashqari transformatorni ichidan ham chiqib kelgan o'sib, namli holatlarda yomg'irgarchilikdan keyin juda ham xavfli. Xuddi shu shitni ko'ryapsizlar, xuddi shu shitni ham ko'rishimiz kerak-ku, lekin imkoni yo'q. Chunki juda ham tikanli, baland, o'ti bo'lmaydigan ahvolda. Mana shitni ko'rinmaydigan bo'lib yopib ketgan. Akalar, biz bitta korxonani olsak, nazoratini kuchaytiramiz. Nazoratni zo'r qilib olib borishimizga sabab любой bitta GGTPni yoki transformatorni tekshirish jarayonida korxona egalariga aytamiz. Xuddi shunaqa yonlarini tozalab, biza kelishimizga zo'r sharoit qilib, любой odam transformatorni tekshirishga kelganda chiroyli ahvolda ko'rinishini xohlaymiz. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Xuddi shu savolda obodonlashtirish kelib, chiroyli qilib nazorat qilish kerakmi yoki elektrosvet xodimlari shunga qarab, chiroyli qilib ochib nazoratni o'z qo'llariga olish kerakmi? Biladiganlar kommentariyaga bitta yozib o'tinglar.